Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Bugun sizlarga Malachoy Mila, ya'ni jannat guli, ona mehri gulimizni qanday parvarish qilish va qanday oziqa berish va o'gitlari haqida aytib o'tmoqchiman. Nihoyatda quyosh sevar gul hisoblanadi. Jannat gul issiq yoz kunlarida tushlikkacha quyoshga qo'ysangiz ham yaxshi o'saveradi. Quyosh nurini yoqtiradigan gullardan. Salqin va sovuq kunlarida esa kun bo'yi quyosh nuri bilan ta'minlansa, mavsum davomida tinmay gullaydi. Malachoy Mila havo harorati va namligiga talabchan emas. Yozda ochiq havoda va quyoshli yorug' joyda yaxshi o'saveradigan gul. Ortiqcha suv Malachoy Mila uchun nihoyatda zarar. Tuprog'ini 3 sm kovlab ko'rib, tuproq yuzini ko'rasiz, qatlamini 3 sm quruqligiga amin bo'lib, keyin sug'orishingiz mumkin. O'ta namlik oshib ketsa, bu gulimiz uchun zarar. Bahor, yoz va kuz oylarida haftada bir marta oziqlantirasiz, ya'ni fosfor, kristalon, agrikola, gummi, kimrolukus shulardan berasiz tayyorlab, faqat tuprog'i nam holatiga. Suv quyganingizga 2-3 kun bo'lgandan keyin, 2 kun bo'lgandan keyin bersangiz bo'ladi. Suvsab chanqab turgan holatiga hech qanday oziqani berish mumkin emas. Ildizini kuydirib qo'yasizlar. Shunga ahamiyat beringizlar. Malachoy uchun sprey qilish uncha muhim emas. Sababi mana spreyda yoqtirmaydigan gul g'unchalarini qaytaradi. Gullashdan to'xtatib qo'yadi sprey. Shu sababli sprey uncha shart emas bu gulimiz uchun. Kesilgan shoxidan ko'paytiriladi. Bahor oyida shoxchalaridan ko'paytirasiz. Kesilgan shoxini 2 kun qorong'i joyga saqlab, keyin kornevinga botirib, qumga to'g'ridan-to'g'ri ekasiz. Saqlashdan oldin kesilgan payti Malachoy Milamizdan suti, tanasidan suyuqligi bor, oq suyuqligi suti yaxday suvga birdan botirib, shu suyuqligini yuvib olasiz va 2 kun qorong'i joyga saqlaysiz. 2 kundan keyin olib karnavinga botirib, qumga eksangiz, yaxshi ildiz otib, o'sib, tomirlashiga yaxshi bo'ladi. Tuvakdan tuvakka o'tkazilishida ildizi butunligicha buzilmagan holda eski tuvagidan 2 sm katta bo'lgan tuvakka o'tkazasiz. Ildizini, tuproqlarini tushirish shart emas, chunki bu gulimiz ildizi qo'zg'alansa o'sishdan susayib qolishi mumkin. Shuning uchun butunligicha ko'chirasiz va o'tkaziladi. To'prog'ini tarkibiga kelsak, qum, biogumis, torf, ozroq yer to'prog'i aralashtirib eksangiz bo'ladi bu gulimiz uchun. Bu gulimiz yaxshi o'sib, baland bo'lib, faqat bahor oyida qalamchalaridan ko'paytirasiz shu usulda. Hozir men bu gulimiz uchun yana bir o'g'it tayyorlamoqchiman. Men har doim shu o'g'itdan foydalanaman. Hozir mana men gullarimda ko'pgina gullash uchun g'unchalari kelyapti. Hali endi gullashga tayyorlanyapti. Mana bu gulimni tomirlatib ekkanimga mana 1 oycha bo'ldi. 1 oyda ichida mana yonidan ham barik chiqarib, shuncha o'sdi va shoxlaridan yana ekib qo'yganman. Hali ular mayda kichkinaligi uchun olib chiqmadim. Tutib yangi bariklar o'sib chiqarsin, sizlarga ularni ham olib chiqib ko'rsataman. Hozir sizlarga tayyorlamoqchi bo'lgan o'g'itimni ko'rsataman. Oziqamni. Mana iliq suv olasiz. 200 mg bo'lish kerak. 200 mg ga
hammani ham xonadonida topiladigan angil droji. Drojni hamma biladi. Drojimizni ochib olaylik. Mana oddiy droj va shakar, iliq suv, bir qoshiq, bir osh qoshiq, mana ko'rib turganingizdek bir osh qoshiq droj va bir osh qoshiq shakar. Ikkalasini miqdori grammi bir xil baravar bo'lishi kerak. Va buni yaxshilab aralashtirasiz. Shakari erib, droji yaxshilab erib ketguncha aralashtirasiz va 1 soatga dimlab qo'yasiz. 1 soat dimlangandan keyin og'zini o'rab dimlab qo'yasiz. Drojimiz achib, beti ko'pik holga keladi va mahsulotimiz tayyor bo'ladi ishlatishga. Hozir buni 1 soat dam oldirib qo'yamiz, o'rab yaxshilab aralashtirib olgandan keyin. Buni o'rab olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin qo'yib chiqamiz. Mana malachoy gulimiz uchun damlamamiz tayyor bo'ldi. Bu damlama bu gulimiz uchun juda eng sevimli oziqasi. Bu gulni bersangizlar, gullaringiz albatta gullab, chiroyli bo'lib yashnaydi. Sizlar buni berib ko'ringizlar. Men buni juda ko'p o'zimda qo'llaganman va boshqa malachoy gullarim juda yaxshi bo'lib, katta-katta daraxtday bo'lib ketgan. Hozir bu ikkalasini olib chiqdim sizlarga. Bu oziqa bu gullarda eng sevimli oziqalardan hisoblanadi. Mana ko'pik bo'lib 1 soat damdan keyin endi qo'yib chiqishga tayyor. Bu oziqamizni gullarga bo'ylab qo'yib chiqamiz. Eng sevimli oziqalaridan biri hisoblanadi. 200 gramlik stakan yetadi shu gullarimiz uchun. Norma holat. Sizlar ham bir berib ko'ringizlar. Oddiy uy sharoitida tayyorlab bo'ladigan gulimiz uchun sevimli oziqa. Gulimizni bariklari ko'p bo'lib va o'sishida va gullashida, ko'pgina gullashida yaxshi foyda beradigan oziqa. Men bu usulni juda ko'p qo'llaganman va gullarim shundan keyin o'sishi yaxshi bo'lib, yaxshi natija o'zgargandan keyin doimiy qo'llab turaman. Har oyiga bir marta tayyorlab bering bu gul uchun. Ona mehri gulni eng sevimli oziqasi hisoblanadi. Shu bilan sizlarga ko'rsataman degan ma'lumotim shu edi. Aziz tomoshabinlar, kanalimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa like bosib qo'yishlaringizni so'rayman va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yingizlar va qaysi gullar haqida ma'lumot olib chiqaylik shularda yozib qoldirishlaringizni so'rayman. Kelgusi videogacha uchrashguncha xayr, sog' omon bo'lingizlar.